Shu dorilar tezda bera oling. Onam operatsiyaga kirib ketyapti. Juda zarildi. Bo'ldi aka. Hop. Tezroq bering. Hop, hozir. Iltimos aka. Hop. Aka, necha pul bo'libdi dorilar? Hisoblab bering. Aka, sizdan 800 ming so'm bo'ldi. Aka, mana 400 ming so'm pul. 400 ming so'm bir soatda tashlab chiqib ketaman. Onam operatsiyadan chiqsin. To'xtang birodar. Oldin pulni to'lib qilib qo'ying, keyin olib chiqib ketasiz. Operatsiyadan chiqsin onam. Menga qara. Senaqalarning ko'pini ko'rganman, tushundingmi? Oldin pulni berasan, keyin dorini olasan. Senaqalarning nechtasini ko'rganman. Keling, opa. Alo. Ha? Qaysi kasalxonada? Hozir yetib boraman. Doktor, assalomu alaykum. Onam ahvollari yaxshimi? Hammasi. Hakiman farzandimiz? Ha. O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi. Rostana, doktor, sizda o'lguncha qarzdorman, doktor. Yo'q. Minnatdorchilik rahmatni menga emas, ona ukamizga bildirasiz. Ashu bola o'z vaqtida olib kelganligi uchun onangizni hayotini saqlab qoldik. Rahmat sizga, doktor. Sog' bo'ling. Gaplashamiz. Aka, sizga katta rahmat. Onam hayotini saqlab qoldingiz. Sizdan o'lguncha qarzdorman, aka. Qiyomatligim bo'lib qoldingiz, aka meni. Aka, nima deganingiz bu? Axir insoniylik burchimiz bu. O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, mensimasdan qarar ko'z xirdan. Sezmay qolaman aldaydi odam, qo'rqmaydi harom non yer hiyladan.